eng og'ir xayrlashuv. Eng qiyin xayrlashuv hali ham bir-biringizni yaxshi ko'rishingizni bilib turib xayrlashishdir. Chunki muhabbat tugamagan bo'ladi, lekin munosabat allaqachon charchagan bo'ladi. So'zlar kamayadi, sukut ko'payadi, dardlar esa yig'ilib boraveradi. Bir payt kelib anglaysan, sevgi yolg'iz o'zi yetarli emas ekan. Uni ushlab turish uchun hurmat, ishonch, e'tibor, mas'uliyat ham kerak ekan. Sevgi bor, ammo hayot yo'q bo'lib ketgan bo'ladi. O'sha nuqtada inson eng og'ir qarorni qabul qiladi. Yuragini uzib olishga majbur bo'ladi. Hali ham xayoli seni titratadigan, ovozi ichingni larzaga soladigan insondan ketishga majbur bo'ladi. Bu xayrlashuv damlari sahna emas, bu jim, ichki portlashdir. Hech kim ko'rmaydi, faqat yurak biladi. Va o'shanda tushunasan, ayrim yakunlar yangi boshlanish emas. Ayrim xayrlashuvlar shunchaki yo'qotishdir. Yo'qotish insonni emas, o'zingning ichingdagi bir qismni yo'qotishdir.